Altın tavaq o'g'irlagan Namrat. Burunning burunida to'limi Namrat bir odam o'tgan ekan. U boshqalarga gadinigacha qarzga bo'g'ilib qoldi. Qaytarolmabdi. Haqning qarzini az-azdan bo'lsa-mu qaytarish uchun har kuni sirtqa chiqib ishlab, yerib, charchab, quruq ustixon bo'lib qoldi. Qarz egilari qarz suylab, uning bo'sog'isidan ketmay turibdi. Shuning bilan u barliq bisotini setib bo'lsa-mu qarzga dal bo'lmabdi. U Namrat odam noiloj qarzdan qochib yurtini tashlab, sarsam bo'lib, yoqi yurtlarga ketibdi. U nishon maqsadsiz mang bir cho'ng shaharga kelib qoldi. Bu shaharning sepillari egiz, imoratlari hayvat, kishilari ratli kiyinib yuradigan, bozorlarda nima desa shu bar ajoyibovat ekan. U o'zining mehnat, usti boshlari jul-jul abdiga qarab, o'zining boshqalardan to'limi chinib turganligini his qilibdi. U mana mushundaq naga berib, nada turishini bilmay turganda, ko'chadan bir to'p odam chiqib keldi. U ixtiyorsizla ularning kaynidan mengibdi. Shu mangancha yo'g'on bir qo'ylining oldiga kelib to'xtabdi. U egiz qizildan yeshil qoyishliq bu o'giziga qarab, "Bu elchin makkamiz o'xshaydi. Bu yerga kelib qolganman, kirib qurib boqay" deb o'ylabdi-da, kishilarning kaynidan o'ylig'i kiribdi. Pashtaxtining oldiga keldi. Pashtaxtida taqi turqi o'zgacha to'limi hayvatlik bir odam o'ldirg'idek. Atrofida deydaqullar turib ketgan bo'lib, hech bo'lmaganda xonbeklarning jamiyatlaridan ekan. Pashtaxtidagi u kishi o'rnidan turib, mehmonlarni o'ldirishga taklif qildi. Bayaqi chaqirilmagan u mehmon hashamatlik zalda liq o'ldirgan mehmonlar va to'lib turgan deydaqullarning oldida o'zini qo'ydigan joy topilmay qoldi. Qarangdek bo'lib qilib, nima qilarini bilmabdi. Yana turib xalqlarning o'zini sezib qolishidan qo'rqibdi. Shuning bilan boshqalarning ko'zini g'alat qilib, zalning ishkiga yaqin bir bulunga berib elib, qimir qilmay turibdi. Bir kamda biraylan bir necha it yetilib chiqibdi. İtlarning ustiga tovar yepilgan, bo'yinlarga oltin halqiliq kumush zanjir selingan ekan. İtlar qator qilinib bog'lab qo'yilibdi. Ba'zilar har bir itning oldiga liq ko'z selingan oltin tovoqni qo'yib, kaynilariga o'rilibla ketib qoldi. O'ri chiqib turgan go'shtga qarab, Namrat odamning qo'rsqi teximi echib ketibdi-da, sho'lgaylarni yig'ishtirib ololmay, oldiga o'tibla go'shtni itlar bilan tang talishib bo'lsa-mu, yegisi kelib ketibdi. Biroq o'tkir tishlari ko'rinib turgan u itlarning turqi bir-biridan vahshiy bo'lib, u oldiga berishga betinolmabdi. Dal mushu vaqtda bir it xuddi uning ko'nglidagini bilib qolgandek kayniga dochibdi. Qo'rsq ichib bo'lolmay qolgan u Namrat kishi oldi kayniga qarab turmay, tovoqni qo'liga elibla go'shtni bo'lishiga egilib turibdi. Shu yegancha qo'rsq to'yganda tovoqni joyiga qo'yibdi-da, kayniga burilibla ketmoqchi bo'lib, mengishga tamshilibdi. To'satdan yeliq it oldi putini ko'tarib, oltin tovoqni elib ket deganda qilib, uningga ishorat qildi. U ikkilanib turmayla oltin tovoqni elib, qo'yniga sapdi-da, ko'zni yumib ochqicha g'oyib bo'ldi. Oltin tovoq ko'p pulga yaraydigan tovoq ekan. U Namrat kishi oltin tovoqni boshqa yerga opirib ko'p pulga setibdi. Shu yerdan yana mol setib olibdi. Uni yurtiga opirib setib, yana ko'p pul tepibdi. Mushunda qilib, uzoq o'tmay qarzlarini qaytarib bo'ldi. Qo'lidami yana xeyli pul qopdi.
Shuningdan tartib, u uşaq tijoratga kirishib ketibdi. Tijorati iqib, beyib ketibdi. Ko'zni yumib ochqicha necha yil o'tib ketibdi. Uning kunlari borgan sari bayashachilikdan o'tibdi. U suv ishganda quduq qazg'uchini unutmay, taqdirim o'zgarib, nomrodlikdan beyib ketishib, butunlay oltin tovoqning shapoyatidan bo'ldi. Jazman u oltin tovoqning egisini yo'qlab kelishim kerak. Qimmatlik sovg'a salomlarni oparay. Yana o'sha oltin tovoqning pulini unga qaytarib beray, deb o'ylabdi. U bu o'yini pishirib olgandan keyin sovg'a salom pul abdida safarga otlanibdi. Bir necha kecha kunduz japaliq yo'l yurib, oxir yilqi shaharga yetib keldi. Burunqi mahallani sapsilib orlab yurib, bir necha yilning oldida o'zgargan hovlining oldiga keldi. Lekin u hayronlik ilkida shuni ko'ribdiki, burunqi qizildam yeshil qoyishliq hovlidan asar qolmabdi. Askitamliq bo'lib ketgan bu hovlini qushqash qog'lar o'g'lab ketibdi. Tamning ustilarini lo'ylab besib, bo'ron uchib turg'idek. U bu dunyoning qismatlari oldida hayron qilib turib qopdi. Aski darvozani ichib, beshini ichiga tiqib, hovli ichiga qarabdi. O'ylamu aski tamliq bo'lib ketgan bo'lib, ayni yildagi hashamatdan asarmu qolmabdi. To'satdan kiyimlari jul-jul, chiroyidan g'am qayg'u yig'ib turgan biraylarning muhtojlik, noilojlik chiqib turgan ko'zlarini yiroqlarga tikib, bu xaraba ustida o'ltirganligini ko'rib qopdi. Bu kishining bunday bechora holatini ko'rib, yuragi jiq qilib qopdi. Shu taqozolik ilkida u kishining oldiga berib, "Sizlardan so'rab boqay, bu yerda nemish bo'ldi? Bu uyning egisining beshiga nima kulpat keldi ekan? Bir necha yilning oldida bu hovli naqadar hashamatlik, naqadar hayvat edi. Hey, Isilzodi mehmonlar to'lib turadi-ku. Deydi qullar uy egisining xizmatida bo'lib turadi-ku. Biroq bugungi kunda bu yerning qarovsiz bo'lib ketgani nemisi?" deb so'rabdi. Xaraba ustida o'tirgan u bechora odam beshini asta ko'tarib, cho'nqur o'qtartibdi-da, mundaq debdi. "Oldingizda o'ltirgan mana, men mushu bechora odam, siz aytgan shu hashamatlik uyning egisi bo'laman. Avliyolar aytgandek, Tangrim hammani yaratgan. Tangrim ularni yer yuzidan qaytirib ketishga huquqli. Bu bir qil sig'mas haqiqat. Biz keyingilar buni ayni qilishimiz kerak. Bu cho'ng o'ylining qismatlariga bundoq ko'ngil bo'lgankansiz. Sizga aytib beray. Bu dunyoning ishlari mana shundoq o'zgarishchan bo'ladi ekan. Buning hayron qolgudek yerim yo'q ekan. Bu uyning egisi bo'lish sifatim bilan ayni yillari japoliq tijorat qilib, o'zim qo'l selib ishlab, hunarvalar bilan tang bu uyni bir kesakdan yasab chiqdim. Mening pilolishim, boshqurishim bilan egilikim zo'rayib, boyliqim ko'paydi. Qul dedaklarim, ot harvalarim yenimdan ayrilmadi. Bir mahal toza beyib, rosa davr surdim. Lekin keyingi kunga kelganda tabiiy ofat, sun'iy ofat kayni-kaynidan beshimga kelib, meni holsirtib qo'ydi. Haq qarz beradigan odam haqdan pul qarz oladigan bo'lib qoldim. Holim xaroblashib ketganda, burunqi do'st birodarlarim mendan qochdi. Qul dedaklarim meni tashlab, boylarning yeniga ketishdi. Bu yerda o'zim mana shundoq tikandek yolg'iz qoldim. Sizning shunchiraqdan bu yerga kelishingiz, shundoqla mening taqdirimga bundoq ko'ngil bo'lishingizda jazman biror sabab bo'lishi mumkin. Qani, aytib beqing. U kishi uy egasining gapidan qattiq ta'sirlanib, burunqi ishning hammasini uningga bir-birlab so'zlab beribdi va oxirida mundaq debdi: "Hozir men sizga sovuq salom va naqbul ib keldim.
Bu ayniyle men sizning uyingizdan elib ketgan oltin tovoqning haqqi. Shundoqla mening ozroq ko'nglim. Bunda qilishimdagi sabab shuki, sizning o'sha oltin tovoqingiz bilan men jabbo mushaqqatdan qutulib, nomrodlikdan beyib, g'am qayg'udan xalos bo'ldim. Bu navbat Allohdan sizga rahmat etqili keldim. O uy egisi intayin xo'shallik bilan bularni qabul qildi deb o'ylabdi. Biroq aksicha uy egisi uning gapiga beshini chayqab, o'ksinib qo'yibdi. Sovg'a salomlarni qabul qilmabdi. Sizning bu sovg'a salomlaringizni aqli bor odam qabul qilmaydi. O'ylab boqmamsiz. Oltin tovoqni sizga mening ishtim beribdi. Men nim deb uni endi qaytarib olgudayman. Hozir qoqsanam bo'lib bu holga tushib qolganim bilan buningga pisand qilib ketmayman. Bir ish berayotgan narsani qaytarib olish men uchun bir haqorat. Rost gapni desam, sizning bu sovg'a salomlaringiz va pulingiz mening nazarimda elayotgan tirnoqimga arzimaydi. Endi gap o'zingizda qoldi. Debdi. Uy egisining gaplari uningga to'liq o'rinliq tuyulibdi. Uning bunda qat'iy irodasiga ofirin aytibdi. Omaxlarim, suv ichganda quduq qazg'uchini unutma degan maqol damsil nihoyatda to'g'ri aytilgan ekan-a? Kambag'al kishining boy bo'lgandan keyin taqdirining o'zgarib, nomrodlikdan beyib ketishining butunlay shu oltin tovoqning shafoatidan bo'lganligini his qilib, oltin tovoqning egisini yo'qlashi, uy egisining uning sovg'a salomlarini, pulini qabul qilmay, o'ziga tayinlagan qat'iy irodasi bizni haqiqatan qoyil qiladi, ha? Shuning uchun biz bu ikki kishining esil xislatini o'zimizga ulgu qilaylikmi? Ben ishinaman, mening omoqlarim Dilnola hadisning gapini bak anglaydi. Kech bo'lib ketibdi. Amis bugun boldir uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga amroq bo'lsin.